To'xtaysiz. Assalomu alaykum, hurmatli akalarchilar. Mana biz bugun payvand rom qo'yganimizga 10-kuni. 10-kuni biz payvand romimizni yashil ichidan olib keldik va uning ichidagi mana matishniklar, mana hozir matishniklarni biz usulda qanday chiqarishini ko'rsatamiz. Mana bunday qilib turib. Tortib olaveramiz. Mana tortib olganimizdan keyin bu matishlarni menga bering. Bu o'lchamini qarang siz. E'tibor bering. Yaqinroq olib keling. Nimani? Mana har birini uzunligini ko'ramiz mana. 2 mana ko'ringlar o'zlaring. 208 uzunligi bo'lyapti buni. Mana. Mana bunikini ham olib qo'yaveramiz mana. 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 Bu 3 santimetrga boryapti mana. Ya'ni mana busini ham ko'ramiz mana. Mana 208 ga boryapti. Mana. Xuddi nimalarni yig'ib olib, mana bu matoni sochiqni biz qonimizga ichkaridan o'rab turganmiz, issiq bo'lish uchun olib turganimizda 36 gradus matishniklar bo'lishi kerak. 35-36 odamning qoni 36 gradus. O'shanda sovuq bo'lmasligi uchun o'sha yerga o'sha materialni qonimizdan chiqarib, yoyib, o'shanga matishniklarni qo'yyapmiz. Har bir nimasida bu sovqotib qolmaslik kerak. Agarda matishniklarni toshib ketayotganingizda 28 gradusga, 29 gradusga 2 soat chiqib turib qolsa, u matishniklar ichidagi ona gumbagi o'lib qoladi. Agarda 30 gradus bo'lsa, ona gumbagidan onalarni chiqishi 2 kunga kechikadi. O'sha toshib ketishda ba'zilar e'tibor bermaydi, issiq o'rab ketaman ekanda deb 40 gradusdan oshiq 45 gradusdan olib ketadi. Unda olib ketganda matishniklar agarda 40 gradusda, 42 gradusda 1 soat tursa, matishning ichida ona gumba o'lib qoladi. 41, 42 graduslarda 2 soat tursa, ona gumbagi o'lib qoladi. Shuning uchun toshib ketyapti turganda, biror joydan ona gumbagini olib ketyapti turganingizda shunga e'tibor beringki, o'sha odam o'zini qorin qismiga puxovoy o'sha sachiqni o'rab olsa, yarim soat bunday olsa, o'sha puxovoy sachiq 36 gradus qoladi. Odamning qorin qismidagi temperatura 36 gradus bo'ladi, oyog'i tahlari 35, gövdəsini ichki organlari 37,3 bo'ladi. Shuning uchun shu qismga o'rab olsa, o'sha materialni keyin o'shanga o'rab ketsangiz, nima matishniklarning betalofati yetib boradi va bemalol keyin o'sha отводкalaringga, oilalaringizga qo'yishingiz mumkin. Endi bu biz kecha отводкalar qilganmiz. Отводкalarga endi matishniklarni qo'yishda ko'p hollarda matishniklarni yonidan arilar matishnikni mana bu yonidan ochib yuboradi. Ochib yuborib o'ltirib qo'yadi, qabul qilmasa. Shularda o'shanaqa bo'lmasligi uchun 10 shpritsdan buni защитный qismini, ya'ni tayyorlaganmiz. O'shanga bunday solib qo'yamiz mana. Mana ko'ryapsizlar, faqat oldi tomoni chiqib turadi xolos. Xuddi shunday qilib matishniklarimizni o'sha nimaga solamiz. Mana o'g'aylar. Mana bu yerdan yonidan ari kirib uni nima qilib buzib yubora olmaydi. Shunday qilib nima qilib tayyorlab olamiz matishniklarimizni. Mana ko'ryapsizlar.
Onluq shpris juda ko'p. Onluq shprisni har joydan topish mumkin, har bir asalarichi. İşletilganini bir yuvib tashlab, yaxshilab qaynoq suvga o'shandan tayyorlab olsa bo'laveradi. Shu himoya qismini. Biz ham xuddi o'shanaqa qilib tayyorlaganmiz. Mana matishlarimiz juda yaxshi. Xuddi shu holatda yaxshi katta matishlar chiqarish kerak asalarichi. Matishlarda tarbiyachi oilani ichidan 10-kuni oladi. 10-kuni olganda iloji bo'lsa o'sha erta bilan privka qilgan bo'lsangiz soat 11larda olganingiz ma'qul bo'ladi. Sizga u matishni ona chiqishga qanchalik yaqin vaqtda olsangiz shuncha yaxshi bo'ladi. Endi 11-kuni olsangiz desak, 11-kuni ko'pincha chiqib ketadigan boshqa nimalarni ochaveradi. Shuning uchun biz matishniklarni o'sha 10 kuni 4 soatlarda tarbiyachi oiladan olamiz. To'g'ri? O'sha nimalarimizga beramiz. Bola arilarimizga, ya'ni nukleist oilalarga. Nukleist oilalarda ikkinchi marta nima qilganda beriladi. Matishniklar birinchisida tirik onalar beriladi. Shunday qilib sizlarga bizlar mana shu nimamizda bugungi roligimizda maqsadi shu onalarni qanday tayyorlab, qanday o'sha nimalarga bola ayarilarga berish haqida. O'zi bu biz shprisdan qilganmiz, o'zi boshqa davlatlarda sanoat darajasida rivojlangan yerlarda zashitniklar bo'ladi. Zashitniklarni arzon o'shanda nima qiladi? Bizda hozir yo'q uchun shprisdan foydalandik. Mana ya bo'lmasa shu qismiga salafan bilan, haligi skoch bilan o'rab qo'ysa ham bo'ladi. Bu nimasi yo'q. Mana endi nimalarimizni biz tayyorlab oldik. Endi bularni olib borib nimaga atvotkalarimizga qo'yamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Birazdan biz kecha bolalarni tayyorlaganmiz. Endi shu bolalarga bugun nima matishniklarni qo'yishni ko'rsatamiz. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar. Matishnikda har doim issiq ushlaymiz. Yontaqani oldik. Endi mana bu romni ham ochamiz. Mana bu romni qaranglar do'stlar. Bu yerda berk urug'lar, nimalar bo'ladi. Mana shu berk urug'ni atrofi, shuni tepalari issiq bo'ladi. O'shaning uchun matishni mana shu qismga qo'yish kerak. Mana shunday olib, mana matishligimizni mana bu yerga berk urug' teparog'iga, mana bu yerga bunday botirib
Mana batırıp koyduk. Endi buni joyiga tushiramiz. Mana bu tomondan oling, ko'ring, ko'rsating. Mana endi bu romni tirab qo'yamiz. Tirab qo'ydik. Endi yon taxtasini qo'yamiz. Mana. Mana do'stlar, biz shu mat ishlarni xuddi shunday qilib oilalarga va tarbiya отводка, ya'ni bola oilalariga qo'yamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.